Hop, assalomu alaykum. Xullas 17-iyun 2027-yilda yarim tugadi. Xullas bizda nimalar bo'ldi? Hop, 3-hafta boshlandi. 3-hafta boshlandi va 3-hafta bizda 3-hafta tugadi degani 3-hafta boshlandi. 4-hafta davom etyapti. 3-hafta nima bo'ldi? Yangilik. 3-hafta yangilik emas, mana bu yangilik. Bam. 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 Mana. Va xullas proshatimizni berib qo'ydik. Oxirgi 3-haftadagi xatolar tufayli qaysi savdolar orqali hop aslan 3 ta savdo orqali berib qo'ydik. 2 ta savdo orqali degani Euro USD sell, Euro USD sell. Hop, nima bo'ldi? 3-haftada hop bizani nima kutmoqda ekan? Hop, Euro USD nima bo'ldi? Biz Euro USD haqida biz avvalgi, ya'ni bizda kuchli berish signali bor edi. Biz Euro USD haqida kuchli berish signali bor edi va bir qancha bizda hech qanday time vaqt yo'q edi va bizda 30 minutda mana bu yerda bos bor edi. Xulosamiz mana birinchi kirgan xatom mana shu bo'ldi. Ya'ni bu past ko'rinmayapti. Mana birinchi xatomiz Euro USD sell 9-kuni menimcha $26, $2 komissiya bilan $29 boradi. Xo'p, nima bo'ldi? Mana bu yerda bos bo'ldi mana. Bam bos. Bosda mana bu yerda qanchalik aqlli ekanligimni isboti, aqlli aqlmaslik emas bu haqda. Gapda bizda asosiy mavzu markaz struktura bo'lib turibdi. Ya'ni markaz strukturani to'g'ri o'qimaslik. Xullas mana bu yerda men просто berish kirganman. Вообще nimada. Mana shu trading короче ебальный qilyapti. Xo'p, trading sal ahmoqlik qilyapti. Bizada mana bu shotimiz bor va mana bu yerdagi mana bu yerdan ko'rib bera qolay, yoqdagi ish emas. Bizada Euro USD haqida bahsda. Mana. Xo'p, bahsda nima bo'ldi? Biz qiladigan xatomiz. O'ta katta xatolardan biri. Ya'ni bizda mana shu bir bahsda hech qanday time o'zgargani yo'q. Bizda 30 mda. Ko'rib turibdi, 30 mda. Hop, bizda 30 mda turibdi mana. Bam. 30 mda bizda bos bo'ldi. O'sha 3-haftada biz nimani o'yladik? Va mana bu yerda o'ta katta logika bilan bos bo'ldi. Mana bu yerdagi, ya'ni mana bu bos deb o'ylab mana bu yerda просто mana shu berish boshlandi deb mana bu yerda kuchli momentumga ham qaramasdan просто mana bu yerdan sel berdim. Menimcha o'sha payt zerikkan bo'lishim mumkin, katta ehtimol, chunki zerikib kirish hozir o'ta ahmoqlik darajasiga yetmoqda-yu. Mana shunday kirdim. Birinchi kirishim mana shunday bo'ldi. Xo'p, endi o'tamiz. Xo'p, ikkinchi savdoga kirishim. Bizda yana bos bo'lgan. Ya'ni bu xatolikni ko'rib turibmiz. Ikkinchisi $38 o'ta katta. Biz asosiy likvidlikni ko'rmagan edik. Va bor fokus berish trendi edi. Ya'ni qanday qilib berish trendiga signal olsam, bozorga kirib ketaman degan signal edi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bu berish trend bo'lgani uchun
Просто berish signal olishim kerak va men berish kirishim kerak. Kallam uryapti, chunki menda atigi $70, ya'ni maksimal yo'qotish ketishga $70 qolgandi. Shuning uchun вообще-то anaqa qolgandi. Короче, taqalib qolgandi. Nima bo'lsa ham xullas trend berish va men har qanday joyda birinchi trendda savdoga kirishim kerak berish signalda. Keyin bizda mana bu yerda endi sinovda bu keyin o'ylab ko'rganim, ya'ni keyin bozorda haqiqati keyingisi hozir bratimiz, qaysi bratimiz YouTube'dagi GFX GFX video chiqardi mana shu haqida. Xullas, mana bunday haqida. Men 15 minutda ochdim va sel kirishim mumkin, chunki mana bu yerdagi momentumni ko'rib turibmiz. Bundagi momentumni ko'rib turibmiz va momentumni ko'rib turibmiz va men mana shu joydan bemalol sel kirib ketsam bo'lardi mana bu holatda. Cheksi. Va biz bir narsani tushunmadikki, mana bu joyda, ya'ni haqiqiy mana bu yerda trendda va mana shunga kirishimizni xohlagandim va lekin men ya'ni mana shu kirishdi, mana shunday savdoga kirishdi. GFX yangi videosida ko'rsatib berdi, qanday qilib savdoga kirishdi. Buni endi bu hech qanday yangi strategiya, yangi tizim emas, shunchaki bozorga boshqacha ko'z bilan qarash bir xil. Ham market struktura superdimensiyonal ko'rgan. Xo'p, keyin men nima qildim? Men 30 minut shamdaman, chunki bir xazil shamda bizda yo'q hali. Keyin mana bu yerda oldim men. Mana bu yerdan berish signal oldim. Lekin men mana shu yerda nazar tashlamayapman, bir xil past narxda, ya'ni liquidity, eco low'da. Mana bu yerda ko'ryapmanki, eco low'da. Yozuvni oqda bo'la qolsin. Eco low'da ko'rmayman, ya'ni eco low'da, ya'ni bu yerda kuchli momentum borligini va bizda kuchli likvidlik borligini va mana bu yerdagi momentum esa вообще-то 5. Keyin men bunday qildim. Berish trend boshlandi bizada. Va men nima qildim? Mana bu yerdan chizdim. Тем более rostdan berish ya'ni любой berish прям любой berish signalidan berishib ketish niyatim bor edi, chunki вообще-то menda короче imtihonlar bo'yicha muammolar bo'lyapti. Shuning uchun o'zi bilan o'zi ovora odam mana bu yerda bozorga qaraganim просто berish trendi, общий katta trendda one day one day emas, one week и hashlarda poli berish trend bo'lgach, har qanday berish signal menga xuddi trendda, ya'ni berish harakatdek ko'rina boshladi va men mana shu kirishga qaror qildim. Qanchalik va bu hattoki o'zimizni strategiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Nega? Men mana shu kirish uchun o'zim strategiyamga ham qo'yib yuborgan joyim bo'libdi shu paytda. Ya'ni mana bu yerda mana bu yerda high low bo'lsa 30 minutda mana bu yerda bozor o'tdi va tepaga qaytdim. Mana bu yerda endi low короче chuvoslarni mana bu holat уже low high bosib bo'ldi. Low high. Mana bu holatda esa yangi low.
O'sha bu yerda emas, mana bu yerdan kirish kerak qoida bo'yicha mana bu holatda. Lekin yo'q, men mana bu yerda kirishni qaror qildim. Biza bozor buzib o'tib ketdi. Biza qilgan xato. Nega bu? 15:31. Onang kimdir mana shunaqa bo'lyapti-da. Voy, iflos-ey! Chuqurga tiqyapti-da bu, bilmayman. Bosilib qolib ketyapti tizzasi. Voy Xo'p, bizada o'tkazib bo'lmayapti. Ya'ni mana bu yerda eco hello liquidlik bilan bizada mana bu joydagi kuchli temir so'na. Bu bizni bezab turgan edi. Ko'rib turibmiz-a. Ajabtovur olib kirishimiz kerak. 45 deb olsak. Nima 1 ga 4. 1 ga 5 riskroq bergan bo'ladi. Va biz saqlab qo'ygan bo'lardik savdoni. Va biz o'ta. Bozor o'tib ketgandan keyin aql o'rgatish hammaga ham yarashaveradi. Lekin bozor vaqti. Nexuya. Ko'rib turibmiz-a, haqiqiy oddiy liquidlik. Lekin biz bozorda to'g'ri qolmadik. Necha vaqtda kirdik. Shunaqa gap. Вообще-то bam. Aql bovar qilmaydi. Aql bovar qilmaydi. Xullas shunday ekan. Ya'ni biz proshyutimizni berib qo'ydik. 3-hafta bizada tugatdi, 4-hafta hozir. Hozircha sal yaxshilandi, imtihonlar bilan ammo salgina. Menda katta tanlov turibdi oldimda, hozircha tanlovni qilishim kerak. Yana bitta narsa turibdiki, endi reja bo'yicha endi biz shunchaki oddiy hisob olamiz. Oddiy hisob, bemohisob. Olindi ham, qo'yildi ham. Va kecha savdoga kirildi ham va yaxshigina foydali bo'ldi savdomiz. Hozir ko'rsataman qanday savdo qilgan. Biz shu bilan sentyabrda yoki avgust boshida, sentyabrda boshida olsak kerak yangi proshyut. Xudo xohlasa ungacha bo'lgan bizada o'sha 14 haftalik bemalol tajribaga ega bo'lamiz ekan. Bu hafta hisobiga 12 haftalik. Sentyabr olsak 12 haftalik tajriba bo'lamiz ekan. Biz xatolarimizni ustida video qilyapmiz. Mana hozirgidek ilk daftarga yozyapmiz va yangidan bozorni har safar o'tgan hafta va hozirgi haftani analiz qilyapmiz. Va o'zgarsa kerak. Nimada o'zgaradi baribir. Qaysi tosh siljitiladi? Kapalik effektida. Xo'p, hammaga xayr. Uni ko'rsam dedim-ku. Yevro kecha mana bunda savdoga kirdim. Japonskiy, shveytsarskiy frank. Xo'p, bizada 30 minutlik time bor edi. Mana bu holatda bizada mana bam low
Ko'rib turibmiz, logo is da. Va bizda mana bu joydan bo'lish tengligi aniqlandi. Mana qarang. Mana shu holat. Mana logikani ishlatgan holda mana shu holat o'ta aniqlikda tushgan. Ya'ni mana bu holat tayyor bo'z. Ya'ni bit bo'z bo'lib turibdi, to'g'rimi? Ko'rinib turibdi. Xo'p. Mana bu yerdagi sham bizada to'planish, ya'ni correction yana impulse. Ko'rib turibdi. Bizni pratimiz kirganda xuddi mana bu momentumda, ya'ni mana bu holat ko'rib turibmiz. To'g'ri, mana bu yerda bizada mana bu yerda loyiha, ya'ni hello is mana bu hi to'g'rimi? Va bizada to'g'ri mana bu yerda lekin qara. Mana bu yerda buzib o'tilmadi, ya'ni hello buzib o'tilmadi. Lekin bizda nima bor? Nimaga qish hissiyati? Buzuvni berish tasdiqlanmadi. Lekin общий bizda berishligi sababli mana bu impulsni ko'rgandan keyin ko'rib turibsiz, mana bu impuls ko'rib turibsiz. Va men mana bu joyda savol o'tkazdim. Mana bu yerda imzoni yaxshi savdo bo'ldi. What the fuck? Просто протёрный скровер. Просто to'g'risi bitta savdoga kirasan, bu bir kun urishsa. Lekin bu shunchaki proshyotdan oldin, proshyot o'tgandan keyin. Ha. Lekin bu kirish ancha aqlli kuchliroq bo'ldi deb o'ylayman. Aslida bunday kirgandim, ya'ni mana bu joyda, ya'ni bizda mana bu joyda biz ko'rib turibmizki, teng tepalik bor. Teng tepalik, ya'ni likvidlik bor, uni ustida demo zona bor. O'sha yerdan kirdim, ya'ni likvidlikdan kirib ketdim bozorga. Va birga oltirishar. Bunisiga nima deysan, inson dedi. O'ta go'zal. O'ta go'zal. O'ta zo'r kirish bo'lgan ekan. Bo'ldi shu. Xullas shunaqa gaplar. 3 haftani tugadi. Xudo xohlasa 4-haftani o'zi birinchi savdosi haqida gaplashib oldik, kechagi savdo haqida. Muhimi to'xtab qolmaslik, davom etamiz. Endi maslahat, yana avvalgi maslahatim. Butun karyerani, buni ustiga qurib olish xato. Agar karyerangiz aniq bo'lmasa, masalan, просто
otangizdan dahshat boylik yoki bizneslar qolmagan bo'lsa, aynan shu biznesingiz katta bo'lsa boshqaradi, ya'ni karyerangiz aniq va kelajagingiz aniq bo'lib turgan bo'lsa, masalan, nimadirga ega bo'lib qolasiz, короче, tug'ilganingizdan. Bo'lsa, bo'lmaganlar uchun bu просто karyera emas. Bu shunchaki yondosh kasallik kabi. Asosiy karyerangiz atrofida qurib boraverasiz. Mana men 3-haftani tugatdim. 4-haftani ham уже yarmidan o'tdi. Bugun Fons bor ekan. Fons yangiligi bor. Xudoga xayr. Bo'pti.